Plus mana bizning lichenyada 6 yoshda nutq chiqdi, to'g'rimi? Nutq chiqdi, mama, papa. Ular ham endi chiqdi, mama, papasi ham. Молодец. Mana bu dorilar, nimani fonida mana shu oilada chiqdi. Zo'r. Словарный запас paydo bo'ldi, значит. Молодец. Necha yosh bo'ldi o'zi? Endi 7 yosh bo'ladi. 7 yosh. Necha procent taxminan понимание oshdi? Ну, где-то, если, например, 70 болса, сейчас где-то 90 уже есть. А, уже 90% Да, понимание. что, например, вилка, ложка, это отдельный он ажратып активировали. Или, например, он зеленый цвет теги чумчтат, kedesa, наши зеленый цвет kina aktivировали. Молодец. Unaqalari oldin yo'q edi, yo'q edi, все. Ancha tinchlangan bola, urushlari yo'q, agressiyalari yo'q, stimla kamayib ketgan. Kejonim, Abdurauf, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста, ты мой хорошенький, ты мой сладенький. Mana asal bo'laman. Ko'ringlar. Voy, men красавчик. Привет, qo'y, привет. Mana молодец. S83 tashqisini qo'yib bergan ekanlar, lekin stimlari ham bo'lgan bolani. Hozir kamayib ketgan stimlari, понимание zo'r babushkasi olib kelar ekanlar, 3-marta kelishyapti. Regularni darsi bor bolani. Plus mana bizning lichenyada 6 yoshda nutq chiqdi, to'g'rimi? Nutq chiqdi, mama, papalar paydo bo'ldi. Doim aytaman, bitta og'izdan 5 ta so'z chiqsa, 50 tasi ham chiqadi, 50 ta chiqqanda 500 ta ham chiqadi. Inshaalloh gapirib ketadi. Ikkita kurs lichenyamizni olib, 3-kurs lichenyaga kelishga shu paytgacha ham rosa davolatgansiz. Qatlaga bo'lmay mayli aytmay qo'ying. Qatga borganlarni topa qolsizlar. Anti reklama bo'lib qolmasin. No, bunaqa rezultat bo'lmagan. O'shga keldik. Mana yordamga bolajonda shunaqa zo'r rezultatlar.